Ey zinokor, ko'zingni ochib ol. Ey shaytonni do'sti, ey shaytonni birodari. Ko'zingni ochib ol. Ertaga shayton bilan qo'shilib yonasan. Shunaqa yigitlar bor, Alloh saqlasin. Men kelnashkalar bilan birga yuraman deydiganlar bor. Kelnashkalar bilan do'zaxda yonib ketma tag'in. Qiz bola bilan deydi zino qilgandan ko'ra deydi. Kelnashkalar bilan zino qilgan yaxshiroq deydi. Men uni boqmayman-ku deydi. Erini aldab zino qilib yuraman deydi. O'zi eri bor deydi, lekin men bilan ham yuraveradi deydi. Nima qilay? Menga yopishib qolgan deydi. Yoki biz ajrashgan deydi. Uni ham ko'nglini kimdir topish kerak-ku deydi. O'ziga o'zi maqol qo'yib olgan. Nima degan? Bevani deydi, ko'nglini topish, xursand qilishlik savob deydi. Ey, beva bilan qo'shilib yonib ketma. Yaramas. O'sha kelinayotganlaringdan qo'shilib yonib ketma tag'in. Do'zaxda bilib olgin, do'zaxning eng yengil jazosi oyog'ining tagidan olov yoqiladi, cho'q qo'yiladi, miyang qaynaydi. Bu eng yengil jazo.